Arzon uylar seriyasi 3-qism. Bugun 385 million so'mga yana bitta uyni ko'rib o'tamiz. Iminni Shodlikda atrofidan ipoteka qilish imkoniyati mavjud. O'rta eshik hisoblanadi. Alohida xonalarga ega. Va bitta fishkasi bor, sizga hozir ko'rsatamiz. Balkon qismimiz ikkiga bo'lingan holatda, marhamat. Mana bunaqa chorpaga o'xshagan bir joycha qilingan. O'tirib ovqatlanish uchun hamda kirishkasini oladigan bo'lsak, ichkariga narsalarimizni qo'ysak bo'ladi. Banka. Keling. Yuvinish xonasi, kirib yashash sharoiti bor. Juda ham oqib ketmagan, 385 million so'm savdosi bor, ipoteka qilish imkoniyati mavjud, naqdga yoki ipoteka olsangiz bo'ladi. Hamda bu ikkinchi xonamiz. Buni zal qilsangiz bo'ladi, hamda konditsionerlari ham bor, egalar ishlaydi deb aytdilar, kranshtaynlar televizor uchun qo'yilgan. Keyinchalik remontini qilsangiz ham bo'ladi. Savdolashib, sal arzonroq qilib olsangiz, xudo xolasa, bu tarafda esa oshxonamiz joylashishi kerak, shotchiklar mavjud. Bu tarafda bo'lsa, demak, balkonimiz ikkiga bo'lingan holatda, mana bu yerda shkaflari ham qilib qo'yilgan. Oqib ketmagan, uy bemalol kirib yashasa bo'ladi. Hozirchalikka sharoitlari mavjud. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, Shodlik savdo majmuasini, demak, to'g'risida qarama-qarshi tomonda joylashgan, ikki xonadan tashkil topgan ikkinchi qavat, kimga ma'qul kelsa 385 million so'm savdosi bor. Pastda to'liq ma'lumot uchun o'zimizning raqamlarimizni qoldiramiz va Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying, chunki arzon narxdagi ko'chmas mulk e'lonlarini faqatgina bizning kanaldan ko'rib borasiz.